Assalomu alaykum. Siz birinchi marta mol tug'diryapsiz. Molingiz ham tana. Birinchi bolasi. Siz oxildan jayqing iloji boricha. Oqshomlikka xavfsiz bo'ladi. Agar ipda bog'langan holatida tug'ayotgan bo'lsa, molga ancha qiyin bo'ladi. O'shaning uchun oqshomlik uchun bo'g'oz tanangizni bo'sh qo'yib qo'ying. Siz tug'ayotganini bilmay qolgan taqdiringizda ham o'zi tug'ib, yalab, emizdirib o'tirgan bo'ladi. Bu tajribadan o'tgan. Birinchi marta tug'ayotgan tanangizni hech ham tug'ayotgan paytida yotadi-ku, o'sha paytida oldiga borib, uni bezovta qilmang. Bolasini qizg'anadi va turib ketadi. Tug'ishi kechikadi. Molni o'zi qiynaladi. Siz mol ko'rmayotgan tomondan poylab turing. Bir joyda qarab turing. Sizni yordamingiz kerak bo'lsagina boring oldiga. Yordamingiz kerak bo'lmasa, bezovta qilmang. Agar ko'p yurgan bo'lsa, tanangiz ham oson tug'adi. Obuna bo'ling, like bosib qo'ying.